Ko'rayotganinglar atrofimizdagi har xil temalar ustida ustozlar bilan birlikda fikrlashishni maqsad qilgan Tog'dim Bog'dim programmasi. Gul Ruxsar qand shakari sog'lomlik sovg'asi mahsulotini bozorga solgan Gul Ruxsar shirkati programmamizning bosh tojdorligini oldi. Gul Ruxsar shirkatiga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. O'simlik filavin tableti, gigant balam, doktor balam, üzüm şerbeti qatarlıq mahsulotlarni bozorga solgan Yo'rinqash shirkati programmamiz bilan alayda hamkorlashdi. Yo'rinqash shirkatiga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Yaxshimsizlar aziz ko'ruvchilar, Tog'dim Bog'dim programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun biz yana ustoz san'atkorimiz Adil Mejid akamiz bilan ham suhbatda bo'lamiz. Bugungi biz paranglashmoqchi bo'lgan temamiz jibo to'g'riliq so'zlashimiz. Bana değil mi karaysılı? Çemberdeki bek çıkırdı şu. Jibo qildim kiramlardı. Ben üzümüzün yolum kaldı, yer kaldı severden kandan. Çırağı çıkıp bardı. Özünün temizliğini tepkip de oyladılar. Demişim hem de hazır jibo bek taraqqiy qilib ketdi. Adam shu o'zining talantini namoyon qilyapti. Shaxsan men shu jibo qilib shundoq o'zimning ko'nglimni xush qilaman. Naqshlarni aytib beraman, ancha-muncha qiziqchiliklarni qilib beraman. Biroq ba'zida ajoyib bir narsani tuyib qolaman deb, masalan, yolg'iz uyda jibo qilib qolsam, telefonni ochgan bo'lgandan keyin telefonni o'zimiz ko'rinimiz-ku. Endi undan boshqa bir odam emas, endi boshqa odam bo'lgan bo'lsa, ona bilan paranglasak normal bo'ldi ekan. O'zing qarab gap qilsang bir xil g'alati tuyuldi ekan-chi. Agar shu jiboni men qilmay, boshqa bir narsani qilib, shunda so'zlab o'tgan bo'lsam, ko'nglimga odamdan qarab so'rab keldi. Ya o'zing qarab tursan, birdan keyin yana bir paydo bo'lgan bu. Dezon tishdim-da. O piki qilgan holatimiz. Hem jiboningmi hamda nurg'un taraflari bor, hamda buning yaxshi taraflarimi. Hozirgi yoshlarimizningmi hamda nurg'un do'stlarimiz jibo qilyapti. Hatto jibo qilish orqali pul tepayotganlar bor, mahsulotlarini e'lon qilib jibo dayxo deb qo'yamiz-ku. Normal jibo qilayotganlarningki azroq kayfiyatga ta'sir yetkazayotgan ishlarmi bo'lib qelyapti. Bab, og'zini buzdig'ali bek chiqdi. Adilkan biroz ko'di ya ko'midi. Shu yaqinda bir bola chiqdi-ku. Gaplar chiqib sal bir meyal bir cho'nglar bor, ya bo'lmasa bizning o'g'il qiz, ya bo'lmasa cho'ng kichikda armay, og'zini chiqayotgan bu gaplarni digilolmaydi-ku bu mazmunni. Senmi yosh kichik jibomi qilyapsan, sen buzib shumagansan og'zingni? Ya, men og'zim buzolmayman-ku, men og'zim kichik bo'lgan ekan, buzmayman. Kichik og'izbek buzibdi. Kichik og'izdimi bo'sh gap chiqmaydi. Men shu bir qatim buzgan degine? Ya, buzmagan, pikini azdırıyordu beni. Pikini tutup neymiş qilgan? Başta bir yer birleşti, bak dep qildim. Balit oynab bersan olmamdı deymi? Oynagandan keyin shu. Balit o'ynaganmi? O balitni xata besh qilibdi. Bu beshini yerga tutmasmak qo'ydi. Xata besh qilyapti jumaba. To'pi o'ynadi de, bo'pti chidag'ani chiqargan, deb qopdi deb. O'g'avlan nima ish qilyapsan? Biz savodlashib turibmiz va shuni qilyapti. Ey bola, men qamlashmoqda maqli. Aftagan bo'lsam, buni desang bo'ladi ekan. To'g'ri, u vaqtda qallam kelmabdi. Bola degandan keyin, o'ynab bo'lgandan keyin esing kelibdimi? Bunda ishlar vojib, adlikatga. Jamiyatda jiq ta'siri yaxshi bo'layotgan ishlarmi jiq? Lekin qisman shunday bir jibo qilayotganlar, mushtaq har xil supalar chiqib ketdi-ku jibo qiladigan. Shunday supalarda jibo qilayotganlarning ba'zi ish izlari qarab, raskan desam, jibo qilmaymikin deb o'ylab qolmayman. Adlikka shunday ishlar sal avjib qilyapti hozir demisimi-chu, mushtaq pingtaylarda. Biz endi shu tor dunyosidan qanday foydalanish to'g'riliq azroq gap qildik o'tganda. Bayatni sen deding ukam, jibo qilib bo'lgandan keyin rahat his qilaman deb. Rahat his qilayotganlar ko'p. Ammo rahatsiz his qilayotganlarmi endi barcha. Masalan bizda ko'g'chilar. Menmi bir necha shirkatlarniki shu bevosita taqdirchilarim qatnashgan. Bu bir keng ko'lamda bo'lgan bevosita taqdirchilardi. Asosiyatdan shirkatniki qurilmasi, taraqqiyoti, nishoni, ularni kimdi ishlab chiqarayotgan mahsulotni, xalqlarga olib kelayotgan foydali jihatlardan nurg'un yaxshi gaplar bo'lindi. Jibo qilayotganlar faqat men bor, sen bor, peki yana bir kirib qolib, uchimiz bor deb o'ylab qoldingiz. Amaliyot undaq emas. Ashning deb qaraydigan yeri bor ekan, qanchalik odam ko'ryapti, qanchalik odam kirdi, qanchalik odam bilan yurak berdi, qanchalik odam ham chiqib turdi ekan-ku buningda. Bunda bo'lgandan keyin ashni his qilish kerak-ku. Haqiqatan odamlar bir xil jirgangidek ahvollar yuz berdi. Hamma narsaning qoidasi bor-ku. 300 ming mashinaning birini olib oldik deyli. O mashina bizning shaxsiyning. Bu mashina meningki, ko'chirib ketib qolgan odamni soqab, qizilsirab qo'ysa,
әгіп өтәвәсек bulamda. Yo'q, olmaydi. Bo'lmaydi-ku. Ammo shin sizning bo'lgan bilan qoida davlatning, yo'l xalqning buni qalay baqa mingishib qolmaydi. O'zimizning shaxsiy mashinasini qoidasin mangmasak, mangamaymiz ko'chada. Jibom shundaq. O siz o'zingizning gapini qilyapman degan bilan ayda qancha minglab odam ko'ryapti-da. Uning hammasinin bir qoidasi bor. Shunga ba'zi narsalarni bakmiliqi o'zini asos qilib kesib bo'lmaydi-ku. Jibo qilishda nima maqsadli qilyapsiz? Eng muhimi bir mazmun bo'lish kerak-ku bu yerda. Odamlar seskantirayotgan narsa aktiv bir mazmun yo'q-ku bu yerda. Ya fan texnika, ya meditsina, ya bo'lmasa bir madaniyat, ya bo'lmasa ma'rif, ya bo'lmasa bir tadqiqot. İnsaniyetga bir foydali olib keladigan bir asos bir mazmun bo'lish kerak. Ba'zilar chiqib uxlaydiganlar bor ekan. Baba ben ko'rgandim. Yotqancha kirib, qo'qirab uxlab bizmini qildi ekan. O nim qilayotganda uxmadim. Ashim bir adabsizlik. Tomoshabinga yoki bo'lmasa ko'rmanlarga intan cho'ng hurmat bo'lish kerak. Ya bo'lmasa o'ynamang siz buni. Ya jibo qilmang. Qildingizmi? Harakatda go'zallik bo'lish kerak. So'zda go'zallik bo'lish kerak. Anandikin maqsad muda iniq bo'lish kerak. Endi tilga chortla og'ilmaydigan bir necha shoppinglarni ko'rib qoldim. Men o jiboni ko'rmadim. Jibo qilgan haqli jetoqli taqib etganlarni ko'rdimda. Turib shunda bir yaram bo'lib ketdim. Endi shuni bizning bu programmamizni ko'rayotganlar, hatto shu men ko'rganda ko'rganlarning eski cho'qim keladi u narsa. Odam intan g'azbini qo'zg'aydigan. Chunki bu jibo deganda bizning cho'nglarimizni tortib, ustozlarimiz, ma'rifchilarimiz, fan texnika olimlarimiz, tanitishlarimiz ayol, singil, balalar o'tiribdan ko'rimiz. Shuning men dedim bir mas'uliyat tuyg'usi bo'lish kerak bizda. Asli bir yaxshi bir sakna, ilik tikilganlarniki o'ziniki natijasini so'zlaydigan, bir ish qilmoqchi bo'lganlar orzusini so'zlaydigan, bir odam o'ziniki g'ayrat, jasoratini bir namoyon qiladigan bir sakna deb o'ylayman-ku men. Aksicha buni ta'tir burab gaplar. Odatda o'zi yolg'iz jibo qilmagandimi, disimi bo'lmaydigan ashna gaplarni mushunday millionlab odamlarning oldida deyishni o'zi bir obro'ymi, bir sizga bir shon shuhratmi o'mdi. Shanqarab davatini kelgusi deb qolmish deb. Biz kelgusida tor dunyosidan qat'iy arlamaymiz. Ehtimol bundan keyin mushuna ushqanday taraqqiyot bo'layotgan mezgilda bundan ilg'or taratqu shakllar chiqishi mumkin. Şun bunda bo'lgandan keyin jibo qilganlar naytda axloqqa diqqat qilish kerak-ku. Bu yolg'iz sizniki do'yini o'ynagan yoki bo'lmasa jibo qilganni shaxsiy bir uyda yolg'iz qorong'i uyga kirib olib, yolg'iz qilyapman deb hargiz manda anglan qilish bo'lmaydi. Qattiq intayin odam ko'p umumiy so'rinchi bu. Ham yaxshi mazmunlar bo'lsa qiziq-ya o'mi. Yaxshi mazmunlar bo'lsa, qiziqarli odam bir yerib charchagan chog'da ancha-muncha bir zo'qqa taqildigan, xo'shalik taqildigan. Ba'zan gaplar chiqdi ekan, deb bo'chi obrim deydi ekan, yana uni yodlab olgan, yoki bo'lmasa repetitsiya qilib olgan, yoki bir nazorat o'rinlarining tasdiqini o'tmagan bir gapda u bir. Anikin utirib qo'ygan o'ringa, utuga chiqib talab qo'ydi ekan. Kiyimingni sala, mullag'atda, onda qippa, manda qippa deb o'rinsiz talablar. Yani o'rinsiz talablarni odam sal chekinishib ketgancha, ba'zi narsalardan biz seskinib ketmaylik. Yani umidsiz ketmaylik. Hozirgi yoshlarimiz davlatimizning kelgusidagi bir izbosarlari sizlardan unda gap chiqadigan, mushu yoshlarning ashuna gap chiqadigan bo'lsa biz intanilga bearamchilik his qilib, umidsizlik ketganmiz. Ilg'or ideya, aktiv energiya, bir inson foydali mayli uning odamlarning hammasining mijoz xulqi o'xshamaydi-ku. Ba'zilarning salomatga yaxshimay qoladi, ba'zilar shu kunini g'amkin bo'lib qoladi, ba'zilar xo'shal bo'ladi, ba'zilar boyib ketgan, ba'zilar ziyon tortgan. Insonning hayotga turmushi xuddi faqat bir kunda tampon holatda bir siziqda yashamaydi-ku. Unda bo'lgandan keyin hammasini o'ylagan asosda, hammasini ko'z tutgan asosda xo'shalik ato qildigan, bir xil zo'q ato qildigan mana bir kayfiyat bo'lsa, menimcha bu bir sal mazmunliq bir narsa bo'ladi. Adam jalb qila oladi. Shuningdek biz yaxshi jibo qilayotgan, unidan to'liq foydalanayotgan, unidan unum yaratayotgan andaq bir ko'p sondagi yaxshi kishilarniki jibo qilishiga so'qsiz sepsak bo'lmaydi mana. Menga davatida juma ma gapni. Sen qanday bir jibolar uchrab qolding? Shu shukrlar deb. Ya menga bek xushqaydi. Qanday jibolar pekilani deysa, Peki şu peki. Bek ko'rsa unisiga kechiyichak. Degidan bir necha yil. Bir kechiyich ko'rmadim. Men bunday qilsam chiqib qoldi. Qarasam biz uxlatibdik. Kichik uxlamay o'ynamsa, bu uxlamagan odamni o'riqlab ketdi davat tutib bu qon. Uxlamagan sir samirdi.
Ben de nimi görmediğini uxlaganı. Sen de kopamın ki dedim. Uxlayot qadam nima? Yo'q, hargiz qopmaydi u. Bu it bo'lgan qadam qopadi. Sen qopab ko'msan, hargiz qopmaydi. O uxlaydigan, moli ko'rdik ya, qopab ko'rdik. Kömün adam qarab botda şeyde. Deymiz, hurmatsizlik. Hurmatsizlik. Haq vaqtini chiqarib, uxlamay yoki bo'lmasa diqqatini qo'zg'ab, nima demoqchi bo'lg'aydi deb, bir sana guanju qotqa vaqtida qopabla, pokir anda gapni qilsang, haqda g'ajib qo'zg'il deyman, dunyodagi ko'p qism odamlar axloqliq, yaxshi odamlar bor deyman. O bir ikki odamning ta'siriga jiqadam anda zaxmiga uchrab ketsa bo'lmaydi. Diqqat qilish kerak. Tujbo menimcha buningki texnik sog'lom appag'ili bo'ldi deb qarayman. Men odat sizlardek o'zim chiqib o'ynamayman. Şirketlarning yoki hukumatlarning ba'zan bir chong bir faoliyatlarini, jubolari qatnashdi. Menimcha uningdan intan hozir ato qilaman-da. Yaxshi bo'lgan, yaxshi kiyingan, grimlarimiz yaxshi qilgan, yashnavagan, muhitlar güzel, sözler güzel, chonglarni hurmat qilgan, ustozdan taklif qilgan, bir xil mandaq yaxshi gaplarni anglaydigan, aktiv energiya bo'lgan bo'lsa, so'rlar bo'lsa, adamga zo'qata qildi-ku. Menimcha qaysi yaxshi, qaysi yomon, endi farq etmasak bo'lmaydi bo'lib qoldi. Jazolarni qanday o'taysizlar? Jazoning eng oddiysi, ikkimiz fikr qildik. Endi keyin miyada bizga pul yetadi-ku, futbolsin deb. Masalan, men futdim. Meniki men eng jiq pul atqanda, masalan, 50 ga bola qolsa, Serden qaqa pişanыңызға 50 deb yezіңа дейме. 50 deb yazsыз. Bu eng yaxшысы тиги. Ilmi raqamda bir ismni yozib qo'ygan. Undan so'tan ekan Bro, konu zamanla cinayetçiler bizi tam vurup koydu. Şunu olsaslar. Yani birisi mesela anda olsa siz Gulcu'da oqasınız, ben Ürümçi'de oqasam. Bir gün gideceğim. Şu Ürümçi'klep benim putumunu düşüp koyuyorsunuz deydi. Putumunu düşüp koysanız? Oo. Bak Gulcu'da ke putu düşüp koydu ki. 5 günlük yerden ke putum düşüp koydu gitse. Jügürep verip dadanızdan apanızdan putu düşüp koyuyorsunuz. Bol demez mi? Yıkın tursa. Hem de sen çatakmaya. Mesela şu peskik alımları köz bakıdan gelip Putumunu düşüp koyuyorsunuz diye. Suya kalgo. Gül keltiriyorsa onandan. Sulgo hem de bir normal oynayabilirse bu normal emas. Erlegi dopi oynatqa usul qanday bir normal usul bo'ladi bu. Bir şey bir oynab beremsen ya. Fitirib atgan bo'pchi. Oynab ketsam, oylab ketqil, suvni sep sigar yega degan gaplar cho'nglarni bekor qilgan gap emas. Hamma narsaning ilmiy asosi bor-ku. Bu gapdi debmi davramdi. Bu qiliqdi debmi qilaveramdi. Bu nimda o xo'shallikninki yig'indisi u emas-ku. Dunyoda belki xo'shal bo'lgan ishlar bekchiq bo'lmasa, xalqlar shu xizmat kulgan bilan minut o'tmaydilar seni. Bir normallik ishni qilsang odam kulgisi keldi-ku. Bu kulib ketsa men buni kuldadim deb onda qilmay, o kulib pulapla oxirida nimda qildi, men birini debla, sen yomon gapingni qiladi. Haqiqiy kuldirma desang, ma bizning ustozlarimizdek, hech bo'lmaganda bizdek bir 40 yil emgak qilib, bunda kuldamamsa, Dönüzümüz şu zaman külgendek, yakımızsa vay yüreklerini verip flatqada qilgan bilan bir aql tillaydi ekandilar. Şu zamanlar yakımızsa bir aql unutib ketadi ekan. Men baştan keyin jiboqoqda nima qilish uqmadim-ku. Qanday narsa deb ichib o'tirib bilqi. Ba'zan gap so'ragan men gap topolmadim deb boshqa qildim. Keyinda o'tir. Rahmet nima da jiboq qilib bilqi bizimda sharqa vaqtimizni qilaylik. Unimi başta Severden kam, ardınç kamda bolsa, o kam bak aldıkanda bir gap qildi ekan. O'zimlar mana yana biz balıcısak bizni to'nimagan ekan. Biz gapni qilmaydi ekan o'tkazadi. Meningcha shu jiboni nayta sog'lom taraqqiy qildag'ili bo'ldi. Lekin endi qoramiga yetmagan bolalar bor-ku bu yerda. Bizning eng ko'ngil bulg'imiz qoramiga yetmagan bolalar. Ular oq bilan qarni bizga o'xshab farq etamagan bir narsani xavchishingiz kuchlilik qil, qo'y deb qiziqib qoladi. 10 yoshdan tortib, hatto unidan 7-8 yoshdan boshlab 15-16 yosh, hatto 18 yosh bo'lgan bolalarni o'ylamasa qolmaydi. Ular aniki qiziqiblar, ularga kichik 7 yosh bolaga korxona, maris, kainat deb so'zsan uqmaydi va. O nimaga qiziqib desan, shu og'zimizga nasib ko'rdik-da, qiziq keldi. Analizbek isil qoldi. Ya, bolalarni o'ylamasa qolmaydi shu. Avlaqa bizning shu o'smir bolalarimizni ko'z tutgan asosda mushundaq jibo qilayotganlar qattiq diqqat qilish kerak. Endi jiqlari hozir bu tor dunyosini ayta erkin deb his qilib olganlar bor-ku.
tor dünyası bek erkin kendim desek boladı ki, ağzımız uzak mı boladı ki, vay kiyim salsak mı boladı ki, dopi ve usul oynasak yalan. Aşında bir ideal oylu ağılı, ameliyat undak emas. Bu degeni bu şu kanun organları, bunun tor məxsus tor sakçıları var, bunun kördüğün, bildiğin. Azrak koyutu da tüzülüp kalan mı? Bəgən fırsatını bilmegen gepço. Bir sevdiğin kamdek mesela cimlik nakş etip kulak kalsımı bazı çıkıcı. Daha bir geplendi yaplar. Ağzı buzup koydu bika. Ağzını bozsuğa məyle teki bazıları bir xatni yazıp koyup kaçıdı. Nemi xat desem? Manda kino kömekçi olsunuz. Meni qo'shib deb. Men gap qilmayman, ularni alaqay o'qimagan, ko'rmagan bo'lib, ko'masga salsam, alaq ko'rayotganlar pinglangan chiqish, yo'qol bu yer. O xalq tarafidan zarbiyedi, o hamını zarbiyedi. Seni mesela 100 bin adam ko'rayotgan bo'lsa, uning hammasi tilisa, senda chuqum senda masala bor degina o. Onun için bir kishi ashuna gap qilgan bo'lsa, aşı Gönce qotqanlar özü jalaydi. Xuddi bizmi burun 20-30 yil oldida shundaq yaxshi naqshlarni itot o'ynab bersak, şapak çıkıp kaldı. Adam değil. Açtı. Ya onu kattı başına. Açmış şapak açtı seniga. Aşağıdı mı? Aşağıda ya bilip ya bilmey. Elak sapa okşamagan diken. Bezeller ançımıcı kızıp kalkan yap. Ben daha itibat geldim ba. Andiken aşıp pes görüp atkallar. Andiken bizden inkasımızda köygendeki naat gazap yap ürlü biladiken. Xotdelik ala antılap ketkedik ma anı urukçuda. Ne kışında? O kışaş yapı. O pakatla hazırlık zamanlıki. Bizden davrımdaki şapak az zamanlıki. Vakti tor olmagandıki. Bolgan bolsa torda tuttu şapak. Cübone severden. Sen işkişine qavatsa bunun takım yaxşı qılğın. Demek endi mushu jibo to'g'riliq pek yaxshi paranglashdik. Jibo bo'lsin, mayli qisqa video bo'lsin. Mana mushundaq bir taratqularda jibo qilayotgan kishilarimiz eng avval o'zininki oilasini o'ylashi, jamiyatni shuning bilan birga hozirgi Adilkam deganga o'xshash farzandlarni, o'smirlarni kerak o'ylash kerak. Adilkam yaxshi bir so'zlar bilan to'g'ri bir yo'lni yoshlarımızga, ekran oldidagi ko'rinmalarimizga, shundaqla jibo qilayotgan kishilarimizga bir tavsiya qilib qo'ydi. Biz jibo qiladiganmiz, qilayotganlarni ulgu olishimiz kerak. O'z oldimizga xohishimiz bo'yicha, qalbimizga kelgan bo'yicha emas, yaxshi qilayotgan, normal qilayotgan, oldin qatorda ketayotganlarnikini ulgu qilishimiz kerak. Qandaqdir yangilik yarataman deb har xil uslubda biz jamiyatga yoki oilaga eng muhimi biz o'sib yetilayotgan o'smirlarimizga, maktab o'quvchilarimizga shunday passiv bir ta'sirini berib qo'ysak, bizning bu xatoligimiz balkim mangu tuzib bo'lolmagidak bir pushaymonni olib kelishi mumkin. Shunga bizning ta'kidlaydiganimiz yanala o'sha jibo qilayotgan do'stlarimiz intayin sog'lom holatda jamiyatga, oilaga, farzandlarimizga, xalqimizga intayin foydali bo'lgan bir xil hissiyatda biz jiborimizni davomlashtirsak bo'lsa, buni texnik taraqqiy qildirib, bilim bilan qurollanib, texnik yaxshi o'rganish qilib, buni haqiqiy tushunib, ana lekin jibo qilsak, menimcha texnik yaxshi bo'lgan unumlarga erisha olamiz deb o'ylayman. Yollarımda bu